Mana bunday 1 sotellik. Bundan ham kichikroq teplitsacha qilib berganman. Yosh bolani zaryad qilish uchun. Qorbey, dehqon buva. Charchanyapsizmi? Kepsan. Dada shuni foydasini Xudo xohlasa skuterga beramiz. Nasib bo'lsa inshaalloh olib beraman. Mana shu bodir ekkan bodiringni foydasini o'zingga beraman. Umuman pulini olmayman Xudo xohlasa. Mana zaryad qilib qo'ydik. Beya o'rganyapti Xudo xohlasa. Like bosib qo'yinglar, dehqon buvaga xormaylar deb yozib qo'yinglar. Bak o'zimizni parnigimiz katta. O'zim pomidor yetishtiraman baq. Bu 10 sotellik teplitsamiz. Pomidor pishgan, dekabr oyiga pishuvdi. Xudo sotyapmiz. Yana parnigimiz bor. Mana bu 25 sotellik baqqa. Bolgarskiy bilan pomidor ekkanman. Xullas hamma ish bilan band. Yopib qo'yibman, o'zi kech bo'layapti. Cheslomiz 19-mart. Xudo xolasa ertaga hayit. Ro'zalarimiz ham tugadi. Pomidor ekilgan. Xalodni. Bugungi sovuqlardan eson-omon olib chiqib oldik. Bir amallab atrofga pechkalar qo'ydik. Dutatdik, shunaqa qilib. Propan ballonlar bitta qo'yganman. Shunda bo'lsa ham sovuq ketmasin degan maqsadda. Bolgarchalik ekilgan, bolgarchalarni Xudoga shukr o'zgaryapti. Xullas yosh bolalarni ham zaryad qilib qo'yapmiz. Ajab emas, kelajakda bir yaxshi mutaxassis agronomlar bo'lib yetishsa, katta gektar teplitsalarni boshqarar ekan. Tayyorlayveraylik qani. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Obuna, like bosib qo'yasizlar.